Hürmetli radio anlıqçı dostlar, bugünkü roman anlatı saytımızda Söz Yeşildan Dəndelgen Zimin namlıq tarihi əsriminin 9. iyul namlıq babi huzurunlarda buludu. iyul Tang attı. Biz tehi uxulamadık. Lekin sözümüzü sözümedik. Uxulamay turib ketdik. Saat 10 bo'lganda kamerning eshigini ochib, turma boshlig'i kelib bizga "Yuktaxlaringlarni elib chiqinglar" dedi. Sajida ikkimiz bizni nega burdi deb bilolmay bir-birimizdan so'rashdik. Biz hojatxonaga borguncha ikki taraf kamerdagilar bilan xo'shlashdik. Boshqalarmi bizga baxit, oq yo'l, yaxshi kunlar tilab qoldi. Her qaysi özünün yaxşı sözünü aytib xo'shlashdi. Şunun bilan biz yük taqsirimiz ve ambardagi özümüzün çamadan ve başka narsalarimizni elib o'tira zalga chiqqandan keyin ular bizni narsalarimizni ko'tarib darvoza töviga chiqishimizni buyurdi. Bir qancha Xitoy mahbuslar kelib bizning narsalarimizni ko'chada turgan qora jip mashinaga soldi. O Xitoylarni bizga yaxshi tilaklarni aytib xo'shlashdi. Ondan ular bizni boshlab meni Ali Yusuf Sajidani Obliz Niyoz ishxonasiga ilib kirdi. Men bo'limga kirib o'tirgandan keyin Ali Yusuf hukm e'lon qildi. Şinjan bo'yicha birinchi qadam ayollar ichida mushundaq masala bilan oldimizga kelganlar faqat sizlar bo'ldinglar. Biz sizlarga birinchidan qiz bola, ikkinchidan o'quvchi ham yosh, jamiyatda ishlab ko'rmagan va oila ahvolingizni tekshirib chiqib, ota-onangizning kishilar orasidagi inovatini nazarga olib, ko'p e'tibor berdik. Bo'lmasa 15 yildan tuvan kesilmaydingiz. Kengchilik bilan 3 yil lavjov chorasi ko'rildi, dedi. 15 yil keskerek nima jinoyat qildik? Mushu bir kichik ish uchun 15 yil, 20 yillab kesmoqchimisizlar? Tova, kishilarning hayoti shunchalik qimmatsiz narsami? Kunlar, yillar u bir odamning hayoti. Mushunchalik keskerek nima jinoiy ishlar bor? Men hayronman, dedim. Ali Yusufning ochiq keldi. Bilamsiz, sizga mushu 3 yillik kesimni keltirguncha biz qancha terishdik? Sizning jinoiy o'lchamingiz Oblizninkidan hech qanday farqlanib ketmaydi. Oblizning sinfiy tarkibini inovatga olmasak, jinoyat tarafdan qanchalik farqlar bor? Sizmi shu kengchilikka erishganingiz uchun xushal bo'lib, bizga rahmat aytsangiz bo'ladi. Siz hamma narsani undaq yengil o'ylamang. Her narsaning siyosiy o'lchami va siyosiy qiyofati bor. Siz endi bu da'voyingizni tinish yurib, mushu 3 yilni tugatishni o'ylang. Sizlar uchun bu yillarmi oson tushmaydi. Endi yangi hayot mashina remont zavodiga borsizlar. U yerda Mulla Shuhba, u sizlarga tuqqan bo'ldi ekan. Yana zavod boshlig'i Yusuf sizlarni taniydi ekan. Ular sizlarga yordam qildi. U yerda jamoat xavfsizlik nazoratining doktorxonasi bor. Shu doktorxonaga sizlarni o'rinlashtirdi. Bundan keyin qattiq diqqat qiling. Mana chiroyli yosh umringlarning 3 yili zoya ketadigan bo'ldi. Sizning umringizga men ichinmoqdaman, dedi. Men rahmat etdim. Sajida, men Ali Yusuf Obliz Niyoz qaynil bashimiz darvoza töviga chiqdik. Men Sajidani qancha deb so'rab kuldim. Chunki o'yildikilar bilib qolsin. Oblizlarga xabar qila deb o'ylab so'rdim. Sajidamu qo'lni ko'rsatib 2 yil dedi. Men 3 yil dedim.
u üçülsi. Muşula kızık. Unda qımangla. Tova, xəvirdə yox gülüşüdü. Özlərə qarsan, balladək işlеген. İşlərə qarsan, çoğun adam qılamaydigan işini qıldı. Dep, bir-biriga qarab gülüşdü. Biz maşinaga chiqib o'ltirdik. Ali Yusuf. Men opirib kelay, deb mashinaga chiqdi. Mashina qo'zg'aldi. Mashina remont zavodining darvozasidan kirib, ichkariga qo'yildi to'xtadi. Mashinaning to'rt eshigi tangla ochilib, mashinadan tushdik. Ali Yusuf, sizlar mushu joyda kutib turinglar, deb Chambog'ga kirib chiqib, bizning hukm qog'ozimizga qo'l qo'ydirib, elib ketdi. Hovlida odam ko'p edi. Yosh bolalar, cho'ng odamlardan bo'lib, 20-30 dak odam vaqtimiz to'shdi, ketimiz, deb o'ltiribdi. Biz mashinadan tushishimiz bilan har tarafdan odamlar kelib, bizni tomosha qilishga boshladi. Ishxondan harbiy kiyim bilan bir qozoq odam chiqib, bizga qarab hurmat bilan yumshoq ovozda: "Sizlar qayerdan keldingizlar?" deb bizdan so'radi. Sajida: "Jamoat xavfsizlik nazoratining turmisidan chiqdik", dedi. "Ha, turmadan chiqqan odammisan?" dedi. Sajida uning so'ziga hayron bo'lib, "Yelala siz deb o'lgidek bo'layotdi. Birdamda senda vaqiraydi-ku", dedi. Atrofdagilar kulishib, "Ha, undaq so'zlaydi xafa bo'lmasanglar bo'ldi. Bu yerga kelgan odamlarning yaxshi, chiroyli so'zlarni anglashi yo'q gap", deyishdi. Eg'ir oyoq Xanzo ayol bizni doktorxonaga boshlab mandi. Doktor bizni tekshirib bo'lgandan keyin bizning yuk taxlarimizni ikki Xanzo va o'zimiz ko'tarib ichkari hovliga kirib ketdik. Ondan 3-chi darvozadan o'tib, sexlar orasidan mengib, yana bir hovliga chiqdik. U yerdan bizni boshlab kelgan Xitoy "Maynor, Maynor" deb to'g'ilgandan keyin o'ng qo'l tarafdagi ichkari hovlidan pakar bo'yliq, uruq yuzlari oftobda kuyib qardab ketgan, qalin qora qashliq, chechini igiz ko'tarib, to'ydan bo'g'ib sangiltib qo'ygan tor, qisqa shim kiygan, ustida Xitoy pasinda tikyaqliq nepiz ko'k ko'ynak, putida barmoqqa ilvagan xayman suratma oyoq kiygan bir yosh ayol yugurib chiqdi va bizni ko'rib, "Yaxshimisizlar?" deb ko'rishib, ondan u Xitoyning buyrug'i bo'yicha bizni yotoqqa o'rlashtirish uchun so'l qo'l tarafdagi ichkari yotoq hovlisiga elib kirdi. "Nima degan ishkir hovlilar bu?" deb hayron qoldik. Ichkari hovlimi shundoq cho'ng edi. Bizni cho'ng zaldek 2 qavat taxtay sutuliq bir uyga boshlab kirdi. U uyda faqat deraza tuvdila 2 kishilik bir o'rin seliqliq turardi. 4 odam kirib, bizning barliq narsalarimizni obozga qilib oqtirishga boshladi. Biz Maynurdan bu yerning ahvolini so'rashtirib so'zlashib turardik. Shu orada yotoqqa Mollashov Dujan kirib keldi. Mollashov: "Ha, Gul, Suyun, mashina avatmi oldiranmaydigan qizlar edinglar. Endi o'z oyog'inglar bilan keldinglarmi? Qancha yil?" deb so'radi. Sajida 2 yil degandan keyin: "Suyungul, senchu?" dedi. Men 3 yil deb javob berdim. 3 yil deb tongligini chaqildatib beshini chayqadi. "Sizlar ota-onanglarni o'ylamamsizlar? Sizlarning dardinglarda sarang bo'lay deb qoldi. Dadang kasal bo'ldi. Ularga uvol emasmi?" deb koyibli ketdi. Men gap qilmay to'rikka yo'linib turib qoldim. Mollashov Dujan so'zlab chiqib ketdi. Obizga qilg'uvchilarmi tekshirib bo'lib chiqib ketdi. Shu orada tushlik tomoqqa go'dak chelindi. Ishchilar qaytib keldi. Ishlikdan
uzun güllük köynek üstüdün kök yelin çapan hem uzun qari şalur, beşiga ak yağlık çekken, ak seriq, çıqır gözlük, seriq çaşlıq, yumulaq yüzlük, illiq çıray, görünüşte yezi ayalını esildadigan bir yaş ayal kirib keldi. Külse ağızki bir tal altın kişi paqrab görünüp turatdi. Maynur bizge, bu yak qumulluq Uşur qasapның kızı Zorem, deb tunuştudi. Ve kesin vaqti 2 yıllık, deb özünü dövlətlik naqşı usul ansambulның artısı bulup işlegen 3 yıllık kəsdi deb tunuştudi. Biz paranlaşıp olturup tamaq yedik. İşqi çıqış üçün güdük çelindi. Həmmə kişi işqi mаңды. Bizni yerim gün dəm alsın deb qaldırıp qoyğan idi. Keynidin işqi çaqırıp geldi. Sacilər bilen ikimiz bir zembilni götürüp işqi mаңдıq. Tömürçilik sexinin aldınqı tarafdaki oyilda işildik. Bizning işqi chiqishimiz bilan bütün sexlarda bizning turumdan chiqib kelganligimiz anlanib, odamlar sexning dariza eshiklariga sig'may, birining ustiga birisi yonishib degida qarashatdi. Bizning jamoat xavfsizlik nazoratining turumizdan kelgan xabarimizni barliq mashina remont zavodidagilar anglab xabar tepib, bizning ustimizdan har turli hikoyalar eg'izdan eg'izga ko'chib so'zlanib yurgan ekan. Shuning uchun bizning bu yerga kelishimiz mashina remont zavodi bo'yicha alohida bir ish bo'ldi. Har sexda necha yuzlagan odam ishlaydigan bir qancha sexlar bor. Shuncha ko'p odam dariza eshiklardan bizga qarashib, odamni xijolat qilardi. Biz qo'rinib, nima qilishimizni bilmay huduqib qoldik. Bir oz ishlagandan keyin Mulla Shuftujan sajidani boshlab elib ketdi. Birer soatdan keyin qaytib chiqdi. Ahvoli qaraganda uni bir boshdan so'roq qilib chiqqan o'xshaydi. Kun shundoq issiq edi. Xuddi quyosh nurlari faqat bizga tushayotgandek bilinadi. Biz ishdan tushib, yuyinib tozlangandan keyin taxtay supuga selingan kigiz ustiga bir yog'liqni dasturxon qilib yeyib, to'rtimiz oshxonadan elib chiqqan tomoqlarimizni qo'yib, tomoq yeyishga o'tirdik. Zo'ram xijolat bo'lganda kulimsirab turib, "Sizlar ishpiyon ekansizlar. Ishpiyonlarni shundoq sat, aski odam qo'rqidek yomon odamlar degan edi. Sizlar chiroyli ishpiyonlar ekansizlar-ku", dedi. Biz kulishdik. "Yo'q, biz ishpiyon emas, biz o'quvchi", deb oddiy til bilan bizni maktabda tashkilotga qatnashdi degan sabab bilan elib keldi, deb tushundik. Ammo u toza tushunib ketamadi. Sajida: "So'ram, sizga nima uchun 2 yil kesdi?" deb so'radi. So'ram Qumul shahardan Uşur qasab degan kishining qizi bo'lib, yonchiqchilik qildigan yoshlarga qo'shilib, shahar yurib o'g'irlik qilganligini aytdi. Biz guruhi bo'lib o'g'irlik qilatdik. Topgan pulni tang xashlaydik. Bir kuni 1000 dan 3000 gacha, ba'zida uningdan jiq topmiz. Ammo bundaq yo'l bilan topgan pulning barkati bo'lmaydi ekan. Shundaq jiq pul topsaqmi, lekin bir kunki pul shu kunga aron yetadi. Keyingi kunlarda bizning kaynimizga tushdi. Biz bir yerda ham bir shaharda muqim turmadik. Mening oxirgi qatim qilgan o'g'irliqim Toli shaharda bo'ldi. Bu mening yodimdan hargiz chiqmaydi. Biz Toli shahrining cho'ng magaziniga kirgandik. Yezdan kelgan qozoq bovay bir yog'liq pulni ko'tarib, magazinga kirib mal olmoqchi bo'lgandi. Men u pulni o'g'irlab oldim. U qozoq bovay narsalarni elib bo'lib to'lmoqchi bo'lgandi. Xurjindagi bir yog'liq pul yo'q bo'lib chiqdi. U bovay "Aqcham yo'q" deb vaqirab, xurjinni yana aldirash aqtirib chiqdi. Atrofda cho'g'lab yurganlardan izlab ko'rdi.
Oybay jo'q, oybay aqcham jo'q. Men bu pulni ömür bo'yi terib tepchib o'g'limni o'ylayman deb yiqqan pulim edi. Kelar hafta to'y bo'lmoqchi edi. Endi qanday qilaman? deb ho'kirab yig'lab ketdi. Buvayning ko'z yoshlari yuzlarini yuvib, soqollarini bo'ylab yerga tamatdi. Atrofdagi kishilar buvayga ich og'ritib, hissashlik qilib izlashgan bo'lishib, ko'ngli yasab so'zlab chiqib ketadi. Buvay ho'ngirab yig'lab qag'ab ketdi. U buvayning yig'isi qarab, o'zimning ichim og'rib, ko'nglim bir qisma yomon bo'ldi. Pulni opirib beray desam, saqchiga tutib berdi. Bermay desam, u buvayga ichim og'rib, bu pul ko'zimga ko'rinmay, yenimga pul emas, o'tin tutqandek bo'lib, azoblanib, shu magazindan ketamay yerim kun shu joyda aylanib yudim. Yenimdagilar yurmangmiz deb aldirdi. Kech kirganda mehmon kutishga bordik. U pul 3000 so'm ekan. Shu kechasi mehmonxonadan hammamizni tutib, yig'velish deb bir uyga solab qo'ydi. Yerim kechidan keyin darizani buzib chiqib, tomdan sakrab tushib qochdik. Men tomdan sakraganda taxtay ustiga tushib, taxtaydagi mirq putumga kirib, ustidan teshib chiqdi. Putum taxtayga miqilib qoldi. Boshqalar taxtayni tortib yurib, aram deganda mixni sug'urib oldi. Putumdan chiqqan qon oyoq kiyimimning ichiga to'shib, mang'an yo'limda iz bo'lib qoldi. Putum ishib ketib, mang'almay oqsab qoldim. Biz Ürümçi poyez istansiyasiga berib, Xitoy shaharlari ketmak bo'lib, bilet olmoqchi bo'lgan yerimizdan bizni tutish uchun kelib turgan saqchilar tutib, meni udul mushu joyga olib keldi. Meni 4-oyda kesib, materiallarimni hozirlab, tutolmay yurgan ekan. Mana, shundoq qilib kelib qoldim, dedi. Uchimiz diqqat bilan Zo'ramning so'zini anglab o'tirib, tamoqni yeyishni unutib qoldik. Men, Zo'ram, u pulni keyin saqchiga topshirib berdinglarmi? deb so'radim. Zo'ram, "Nədikini? O pul poyez istansiyasiga kelishdi gap, poyez bileti og'uchi pul qolgan edi. Yana yo'llarda nurg'un pul o'g'irlab elib kelgan to'q, umi tugidi", dedi. Hammamizning yilqi buvayga ichimiz og'irdi. Zo'ram, shu buvayning qog'ishiga ketdik. O buvay ko'nglimdan hargiz ketmaydi, deb jim o'tirib qoldi. Qimmatli radio anglashdoshlar, 9-iyulda yuz bergan Sevingil bilan Sajidaga oid voqealarning davomini keyingi qatimliq roman anglitish saytimizda davomli qo'zg'almoqda sunamiz. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.